Vebinarimiz. Xush kelibsizlar azizlar bugungi vebinarga. Ahlan va sahlan. Xush kelibsiz. Bu arab tilida xush kelibsiz deb tarjima qilinadi. Xo'p azizlar, birinchi keling texnikani tekshirib olamiz. Ovozim yaxshi boryaptimi? Yaxshi bo'lsa 1 ni bosamiz, yomon bo'lsa 0. Chatda yozib qoldiramiz. Yaxshi bo'lsa 1, yomon bo'lsa 0. İşlayaptimi? Menda hali ishlamadi, lekin mana endi ketdi. Xo'p. Demak, ovoz yaxshi kelyapti. 12 deb ham yozib yuboribsizlar. Tak, zvukni o'chiramiz. Xo'p, azizlar, darsimizni boshlaymiz. Keling, avval sizlar bilan tanishib olamiz. Avval siz o'zingizni tanishtiring, keyin men o'zimni tanishtiraman. Xo'p, ismingiz, yoshingiz, qayerdan kuzatyapsiz va nima bilan shug'ullanasiz? Mana shu haqda iltimos chatga yozamiz va aktiv bo'lamiz azizlar. Biroz turib sizlarga bugungi vebinarimiz qonun qoidalarini aytib o'taman, tartibi qanday bo'ladi. Hozir esa keling birinchi tanishib olaylik. Demak, ismingiz, yoshingiz, qayerdan kuzatyapsiz, nima bilan shug'ullanasiz? Marhamat. Aktiv bo'lamiz, tezroq yozamiz. Bugun bizni juda ham ajoyib dars kutmoqda. Qo'limdan kelgancha sizlarga manfaatli bilim berishga harakat qilaman. Buning uchun siz ham meni qo'llab-quvvatlab turishingiz kerak azizlar. Hali menga lekin kommentariylar kelmadi. Bir bo'yicha turibdi. Sal kechikyapti. Men tartibdagi bosh bo'yi qotib qoldimi? Ozgina sabr qilib turamiz. Boshda shunaqa texnik nimalar bo'ladi. Shuning uchun kirishib olguncha shunaqa holat bo'ladi. Internetda menimcha ozgina muammo bo'lyapti. Siz esa yozishda davom eting. Demak, ismingiz, yoshingiz, qayerdan kuzatyapsiz va nima bilan shug'ullanasiz? Telefondan anaqa qila qolaman bo'lmasam. Telefondan kirishga harakat qilamiz. Sizlarning kommentarilaringizni o'qib borishim kerak. Sizlar bilan muloqot qilish uchun bu juda ham muhim azizlar. Xo'p. Nimagadir menda ham obnovleniya turibdi telefonimda. Demak, ismingiz, yoshingiz, qayerdan kuzatyapsiz? O'zbekistondanmi, qo'shni davlatlardanmi? Yer yuzining qaysi tochkasidasiz? Mana ketdi. Buxoro. Dilova Ruqiya 65 yosh ekanlar. G'ayratxon. Toshkent Uydan, Buxoro 43 yosh. Shahnoza Rahmonova Sirdaryodan tikuvchilik qilaman deb yozibdilar. 50 yoshman, Kosonsoy. Andijon Baliqchidan ekanlar bir o'quvchimiz. Samandar. Yo'q, Samandar emas, Xurshida, yoshim 30 ta, Farg'ona viloyat. Juda ham ajoyib, zo'r. Barchalar bilan tanishyapmiz. Juda ham yaxshi. Qoraqalpog'istondan kuzatishyapti ekan. Paxtachidan. Yana. Qo'shni viloyatlardan bormi? Qo'shni respublikalardan? Muborova Ozodaxon Akbarovna 60 yoshdaman, tarbiyachiman, Toshkentdanman deb yozibdilar. Xush kelibsizlar. Hammalar xush kelibsizlar aziz o'quvchilar. Namangan shahridan Sharifova Naima 17 yoshman. Demak 17 yosh o'quvchi, 48 yosh, 59 yosh. Biz o'zi bemalol 7 yoshdan 70 yoshgacha bemalol o'quvchilar kuzatishi mumkin. Hammaga inshaalloh manfaatli bo'ladi, azizlar. Chet eldan bormi? Chet eldan bo'lsa ham albatta yozib qo'yinglar. Demak, ketdik.
Endi keling bugungi dars rejasi bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Mana shu 2 soat davomida sizlar bilan nimalar qilamiz, nima bilan shug'ullanamiz. Demak, birinchi bugungi chatimizning tartib va qoidalarini sizlarga aytib beraman. Tartib, intizom bor joyda doim rivojlanish bo'ladi va qiziqarli bo'ladi darsimiz va tanishamiz siz bilan. Siz o'zingizni tanishtirdingiz, endi menga navbat keladi. Sovg'alar va bonuslar haqida sizlarga ma'lumot beraman. Arab tilini o'rganishdan oldingi zaruriy 4 qadamni gaplashamiz. Juda ham muhim tema. 3 oyda arab tilida o'qish, yozish va so'zlashishning qadamlarini sizlarga birma-bir ko'rsatib beraman. Arab alifbosi bilan mana doskada sizni tanishtiraman. Alif harfi, ro harfi va harakatlar mavzusini o'zim sizlarga o'tib beraman va boshlang'ich arab tili kursining taqdimoti bo'ladi. Undan keyin azizlar sizlar bilan savol-javob qilamiz. Demak, tartiblar. Avvalo, bergan bilimlarimni diqqat bilan tinglang, chalg'imang. Bugungi darsda aktiv bo'lishingiz shart. Barcha qatnashuvchilarga men shunday demak shart qo'yaman. Kirdingizmi? Demak aktiv bo'ling va shunda siz manfaatli bilim olasiz. Va webinar davomida faol bo'lamiz. Savol beramanmi? Shu savolga loyiq javob berishga harakat qilinglar. Bu jonli efir, to'xtatish mumkin emas, zapis bo'lmaydi. O'sha uchun men doim aytdimki, demak tinch holi joyga kirib oling, shu 2 soatni o'zingiz ilm olishingiz uchun ajrating. Xo'p, negativ so'zlar yozmaymiz. Bu yerga yaxshi kayfiyat bilan kirdik. Shu yaxshi kayfiyatda bir-birimizni hurmat qilgan holda bugungi webinar tadbirimizni o'tkazamiz. Agar kimda kim qiziqarli bo'lmasa, bemalol tark etib chiqib ketishi mumkin. Lekin boshqalarning kayfiyatini buzmaymiz. Foydali ma'lumot bo'lsa, rasmga olib skrin qilib olishingiz mumkin. Faqat arab tili haqida gaplashamiz, diniy mavzuda gaplashmaymiz. Arab tili til sifatida men sizga ma'lumotlar beraman. Webinar davomiga aytganimdek 2 soat davomida bo'ladi va agar Instagramda bo'lsangiz, albatta @televiz sahifasini Iroda Rahmonova sahifasini belgilashingiz mumkin azizlar. Xo'p, keling endi bugungi darsimizni bir ajoyib arabcha maqolni o'rganish bilan boshlaymiz. Bu maqolni men maktab paytimda o'rganganman va shuni ham sizlarga ilindim. Demak, men hozir arabchasini aytaman, siz so'zma-so'z birma-bir orqamdan takrorlaysiz. Kelishdiki, erinmaymiz, ovoz chiqarib, jarangli, xuddi sizni kimdir eshitib turgandek, diktorlardek takrorlaylar. Demak, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Endi dona-dona aytib beraman. Utlubul deylik. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Beshikdan qabrgacha ilm izla. Ushbu maqol shunday tarjima qilinadi. Takrorladikmi? Qani kommentariyda yozinglar. Takrorladingizmi orqamda? Bo'ldi, ketdik bo'lmasam. Xo'p, keling endi sizlarni tanib oldim. Endi o'zim haqimda ma'lumot bersam, balkim taniydiganlari ham bordir, chunki 5 yildan beri onlayn faoliyat yuritib kelaman. Juda ko'p bunaqa webinarlardan o'tkazganman va lekin sizlarga hozir o'zimni yana bir bor qisqacha va tez tanishtirib beraman. Tezroq keyin foydali mavzularga o'tamiz. Bularga o'tishdan oldin men kimman, nimaga sizlarga arab tili haqida gapiryapman, buni bilib olishinglar kerak. Xo'p, Iroda Rahmonova arab tili va ingliz tili bo'yicha pedagogman. Yoshim 48 da. Arab tiliga ixtisoslashgan o'rta maktab bitiruvchisiman. Andijon davlat universiteti sharqshunoslik fakulteti bitiruvchisiman. Mutaxassisligim arab davlatlari sharqshunos iqtisodchisi, arab tilidan tarjimon referent. 14 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Ingliz tili bo'yicha 5 yillik tajribam bor o'qitish bo'yicha. O'zbekistondagi arab tilidan birinchi onlayn @tilmiz maktabi asoschisiman. Hozirda 2000 dan oshiq o'quvchi ushbu maktabni bitirgan. Boshlang'ich arab tili tushunib o'qiyman, to'g'ri o'qiyman, ravon o'qiyman, to'g'ri talaffuz, umra matnlari kabi kurslarning muallifiman azizlar. Bu mening mana diplomim, Zahirda Muhammad Nomir Bobur nomidagi universitet olgan diplomim va bu meni erishgan yutuqlarim. Doimiy o'z ustimda ishlab boraman. Kasbiy tarafdan ham, shaxsiy tarafdan ham rivojlanishdaman. Har xil forumlarda ishtirok etaman, har xil kurslarda o'z bilimimni oshiraman azizlar. Xo'p, yana o'tmay qoldi kursor.
Mana bo'ldi. Bu mening ustozlarim, maktabdagi, institutdagi ustozlarim. Bular hozir hayotda yo'q, lekin mana shunday bilimni menga tashlab ketishgani uchun bu bilimlarni endi men sizlarga ulashmoqdaman. Ular haqqiga doim duodaman, bu ustozlarim haqqiga. Bu meni onajonim, demak onam va bobom o'qituvchi bo'lishgan, ona tili va adabiyot o'qituvchisi bo'lishgan va ilm berish, o'rgatish mening mana shu qonimda borligi uchun ham bu mening asosiy missiyam. Demak, insonlarga bilim berish. Demak, asosiy maqsadim, missiyam ona tili, arab tilini o'rganishni hamma uchun qulay va qiziqarli qilish. Buning uchun men onlayn formatni tanladim azizlar. Endi keling sizga sovg'alar haqida gapirib bersam. Demak, bugungi sovg'alarimiz, diqqat bilan eshitamiz. 3 yillik ruhiy tarbiya to'plami, to'liq to'plam bir kishiga. Sovg'a demak dars davomida kutilmagan bir vaqtda o'ynaniladi va shu sababdan 1 daqiqa ham darslarni o'tkazib yubormang. Agar kitob sohibiga aylanishni xohlasangiz, izohlardan aktiv bo'lgan o'quvchilardan men o'zim tanlab olaman. Xo'p, keyingi sovg'a kitob oxirida o'ynaniladi. Demak, ruhiy tarbiya kitobi, aynan bu sovg'alarimizga e'tibor bersangiz ham ilmga to'g'rilangan sovg'alar va bu kitob oxirida o'ynaniladi, lekin orada ham o'ylanib qolishi mumkin. Shuning uchun mana shu joyda aktiv bo'ling. Ikkinchi sovg'amiz bu, sizlarga ko'rsataman bu sovg'ani. Demak, men bilan nonushta qilish imkoniyatini 2 kishi yutib olishi mumkin. Mutlaqo sizlar uchun bepul bo'ladi bu nonushta men bilan. Demak, 2 kishi. Bu ham demak dars davomida 2 kishiga sovg'a qilinadi. Keyingi sovg'amiz ana nima qoptimi? Yana bitta bor edi sovg'amiz. 1 millionlik voucher yozilmabdimi? Hozir yana bitta sovg'amiz bor edi. Men o'zim ko'rsatib o'tib ketay. Bor-ku, sovg'amiz. O'zim ko'rsataman. Prezentatsiyaga chiqmay qolibdi. Demak, 1 millionlik voucher Atilmiz onlayn maktabida o'qish uchun sizlarga o'sha bir kishiga sovg'a tariqasida beriladi va buni ham xuddi shu tartibda YouTube'da o'ynaymiz azizlar. Xo'p, bundan tashqari bonus bor. Bu bonus dars oxirigacha o'tirganlarga, aktiv bo'lganlarga beriladi. Alif, ro harflari bo'yicha to'liq darslik beriladi va harakatlar mavzusiga. Bundan tashqari arabcha hikmatli iboralar video darsligini sizlarga sovg'a qilaman. Faqat buning uchun dars oxirigacha biz bilan bo'lishingiz kerak va aktiv chatda ishtirok etishingiz kerak va bugungi bonuslar ertaga bo'lmaydi azizlar. Xo'p, ketdik. Endi shu 2 kun davomida sizlarga qanday qilib 3 oy davomida arab tilini noldan boshlab gapirishgacha bo'lgan qadamlarni o'rganamiz. Lekin buni boshlashdan oldin keling siz bilishingiz kerak bo'lgan narsalarni aytib o'tsam. Arab tilini o'rganishdan oldin siz buni bilishingiz kerak. Demak, shuncha yillik, 14 yillik tajribamdan kelib chiqib aytamanki, o'quvchilarda asosiy muammo harflarni o'rganish, o'qish bo'lmagan, yozishda bo'lmagan. Eng asosiy muammo bilasizmi nimada? Ularning fikrlashida. Demak, o'quvchilarning fikrlashida asosiy muammo. Va 2000 dan oshiq o'quvchilar bilan ishlab 4 ta eng asosiy muammoni men aniqladim. Va bilasizlarmi, agar mana shu muammolarga biz yechim qila olsak, sizni arab tilini o'rganishingizda hech qanday muammo qolmaydi. Chunki qolgan muammoga yechim bo'ladigan kuchli metodikaga ega ustoz hozir sizga dars o'tmoqda. Demak, arab tilini o'rganishdan oldin mana shu 4 ta narsani bilishingiz kerak. Bu nima ekan? Insoniyat orzusiga yetishiga xalaqit beradigan 4 ta asosiy muammo. Bu keraksiz va noto'g'ri afsona fikrlari, mif deydi-ku, o'shunaqa fikrlar. To'g'ri niyatning yo'qligi. Maqsad qo'ya olmaslik va dekompozitsiya qilishni bilmaslik. Mana shularni hozir sizlarga ochiqlab beraman. Diqqat bilan eshiting. Xo'p, noto'g'ri fikrlardan eng raspastranyoni, keng tarqalgani bu yoshim katta, endi o'rgana olmayman. Kim shunday bo'lsa, plus qo'yishingiz mumkin. Yosh katta bo'lsa til o'rganib bo'lmaydi degan gap azizlar mutlaqo noto'g'ri. Sizni miyangiz doim
o'rganishga qodir. Bu narsa miyada shunaqa qobiliyat borki, neyroplastiklik deyiladi. Har qanday yoshda ham miya bilim olishga tayyor. Bu ilmiy nomi mana neyroplastik deyiladi. Bu nima degani? Miyangiz yangi ma'lumotlarni o'zlashtirishga va moslashga har qanday yoshda ham qodir. Men bu gaplarimni isboti bilan 2014-yilgi London universiteti tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, demak 60 yoshdan oshgan odamlar yangi til o'rganayotganda miya faoliyati kuchaygan, xuddi 25 yoshlardagi odamlar kabi. Demak bu ilmiy asoslangan narsa. Va yana bir tadqiqot, Shvetsiya tadqiqoti, demak 2012-yildagi bir guruh odamlarni til o'rganishiga qo'yishgan va ulardan 40 yoshdan oshgan odamlar ham bor edi. 3 oy ichida mana shu 40 yoshdan oshgan odamlar miyasida miya hajmi o'sgan. Ya'ni eslab qolish va diqqat bilan bog'liq sohalar kengaygan. Bu nimani anglatadi? Til o'rganish bu nafaqat bilim olish, balki miyani yoshartiradi va Alsgeymer kasalligini oldini oladi. Demak, siz til o'rganib ham miyangizni yoshartirasiz, ham Alsgeymer kasalligini oldini olasiz va eng muqaddas o'zingizni orzularingizdan biriga yetishasiz. Xo'p, shu yerda demak sizlarga mana shu gaplarimni isboti sifatida bir o'quvchimdan otziv taqdim qilmoqchiman. Marhamat. Qizim arab tilini o'rganish oldindan juda ishtiyoqim katta edi. O'rganaman deb mana shu paytga kelibman. Kelinim Madinaxon Instagramda ko'rib qoldilar-da, ko'rib qolib Irodaxonda bu gruppalarni ko'rib, mana shunda o'qiymiz deb aytdilar. Keyin biz shu boshlang'ichda o'qishni boshladik. Xudoyimga shukr, men hozir tushunib o'qiyman, kursida o'qiyapmiz. Juda ham yaxshi. 2 oyning ichida harflarni o'qib, o'rganib, so'zlarni o'qiganim uchun o'zimga qoyil qoldim. Bu bitta qanaqa deb tushuntirsam bo'ladi? Juda bir yengilmanda, juda bir yengilman, qushdek uchib, shunaqa xursand bo'lib yuramanki, har bir dars bo'ladiganida hafta davomida tayyorlanaman darsga. Ishonasizmi, qizim? Hafta davomida tayyorlanaman. O'sha darsimiz bo'ladigan kuni oshiqib o'sha vaqtni kutaman, o'sha dars bo'lish vaqtini. Mazza qilib dars o'tamiz, mazza qilib o'rganyapman. Xudoyimga shukrlar yetkazganiga shukr. Albatta, Irodaxon orqali shukrlarga yetib keldik. Irodaxon tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Mana azizlar, so'zining isboti sifatida Mashrabxon opaning gaplarini eshitdingiz. Mana shu o'quvchimiz nafaqat o'zlari bilim oldilar, keyin o'sha kursda o'zining guruhida starosta vazifasini ham bajardilar. Demak, o'z uyidan oshgan holda va shu yosh katta o'quvchilarimiz mazza qilib dars qilishadi. O'sha yoshliklariga qaytishadi. Bu haqida yana sizlarga keyinroq gapirib beraman. Hozir esa keling, vaqtim yo'q ilm olishga degan keraksiz va noto'g'ri afsona fikrni sizlar bilan birga tahlil qilamiz. Bizdagi muammo azizlar bu vaqt yo'qligida emas. 24 soat hammaga bir xil bergan. Prezidentda ham 24 soat, bizda ham 24 soat, hammada bir xil vaqt teng taqsimlangan. Bizdagi muammo bilasizlarmi nimada? Aniq reja yo'qligi va vaqtni boshqarish, ya'ni time management deyiladi. Vaqtni boshqara olmaymiz. Shuning uchun bizda doim vaqt muammo bo'ladi. Ilmiy fakt, bizda vaqt bor, chunki biz uni boshqaramiz. Bu muhim. Ya'ni 2021-yilda Rescue Time tadqiqotiga ko'ra, o'rtacha odam bir kunda 2 soat 22 daqiqa vaqtini telefon va ijtimoiy tarmoqlarga sarflaydi. Balki undan ham ko'pdir hozir, 21-yilga nisbatan. Bu vaqtning atiga 20 daqiqasini o'rganishga, agar ilm olishga odam sarflasa, bir oyda bu 10 soatdan ortiq bilim degani. Mana o'zingiz shuni o'ylab ko'rsangiz bo'ladi, hisoblab. Demak, vaqt muammo emas ekan. Ijtimoiy tarmoqdan uzilamiz, vaqtimizni to'g'ri taqsimlaymiz va bu bo'yicha ham sizga keyinroq yana boshqa foydali ma'lumotlarni beraman. Keyingisi bu xotiram past, hech narsa o'rgana olmayman. Menimcha ko'p auditoriyamizda hozir shunaqa deb hisoblaydigan o'quvchilar ko'p. Mana shu o'quvchilar diqqatiga. Demak, xotira bilan bog'liq shikoyatlar asosan bu o'ziga nisbatan ishonchsizlik natijasi. Harvard Medical School tadqiqoti nima deydi? Xotiram yomon deb o'ylagan odamlarning 78%da aslida xotira yomon bo'lmas ekan, diqqat muammosi bo'lar ekan. Chunki hozir ijtimoiy tarmoqlarda 15-30 sekundlik videolarni ko'rasiz va sizni xayolingiz tez-tez chalg'iydi va shu yerda diqqat
ma'lumotni bir joyga jamlash asosiy muammo bo'lib qolgan. Ya'ni demak insonlar telefonga tuganmas tashvishlarga chalg'igan va lekin miya to'g'ri qabul qilishga tayyor bo'lgan. Asosiysi demak xotira chatoqligi emas, nima bo'lyapti? Diqqatni bir joyga jamlay olmaslik bo'lyapti. Fikrimga qo'shilasizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p. Bilasizlarmi, miya bu mushakdek narsada qancha ko'p ishlatsangiz shuncha kuchayadi. Masalan, pichoqni ham ishlatsangiz keyin o'tkir bo'ladi-ku, to'g'rimi? U ishlatilmasa o'tmas bo'lib ketaveradi. Miya ham xuddi shunday narsa. 3 oy davomida yangi til o'rganayotgan kattalarning miya xotira markazi, mana London universiteti tadqiqot shuni ko'rsatyaptiki, men asosan ilmiy tadqiqotlarga asoslangan narsani sizlarga beryapman. Demak, miya xotira markazi gipotalamus hajmi kattalashgan. Bu nimani anglatadi? Demak, yangi til o'rganish bu xotirani yaxshilaydi ekan, azizlar. Xo'p, yana bir noto'g'ri, keraksiz, mutlaqo keraksiz afsona fikr bu: ilm ola olmasam atrofdagilar kuladi. Kimda shunaqa fikr bor? Shu yerda tan olib yozing. Bilasizlarmi, miya muvaffaqiyatsizlik orqali o'sadi. Va jurnallarda chop etilgan tadqiqotlarda aytiladiki, miya xatoni tan olganida o'sha jarayonni chuqur o'rganishga kirishar ekan. Va bu error based learning deb atalar ekan va muvaffaqiyatsizlik nimaga olib kelar ekan? Insonni o'sishiga olib kelar ekan. Qarang, ajoyibligini. Demak, siz xato qilmasangiz miyangiz o'rganmaydi. Shuning uchun xato qilamanmi deb qo'rqmaslik emas, xatoni foydadek deb ko'rish kerak ekan, azizlar. Xo'p, ilm ola olmasam atrofdagilar kuladi. Odamlar, bilasizlarmi, siz haqingizda umuman o'ylamaydi. Ular o'zlarini hayoti bilan hamma band. Ilm eng katta kulgi bilasizmi qachon bo'ladi? Oxirida kulganingizda bo'ladi. Eng yaxshi javob bu sizni natijangizdir o'sha kulgan insonlarga. Va bugun sizni tanqid qilganlar ertaga sizga maslahat so'rab kelishadi. Nima dedinglar shunga? Xo'p, ketdik. Keling, endi to'g'ri niyat qilishni o'rganamiz. Bir eshitganda o'zi bilamiz-ku niyat qilishni, bu nimasini o'rgatar ekan deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu yerda boshqa gap bor. Inson har bir ishni boshlashdan oldin shu ishning ortidagi to'g'ri niyati va oliy maqsadi bo'lishi kerak. Oliy maqsad shu darajada katta bo'lishi kerakki, inson uni izlaganda eti jimirlab ketishi kerak. Masalan, bizni Atilimiz onlayn maktabimizning oliy maqsadi nima? Insonlarni ilm orqali baxtli qilish va ilm nurini qalblarga joylash. Sifatli onlayn ta'lim orqali butun dunyo bo'ylab insonlarni arab tili o'rganishiga hissa qo'shish. Mana shu bizning demak oliy maqsadimiz, maktabimizning oliy maqsadi. Va ilm olishni oson qilish va ayollarni, ayniqsa ayollarni ilm orqali baxtli qilish. To'g'ri niyat, bilasizlarmi bu nima? Har doim insonni o'rnidan turgizib harakatlantiradigan ulkan kuch. Mana shu niyat insonni joyidan turgizadi, divandan turgizadi. To'g'risini aytsak, va har bir ishdan oldin nima qilinadi? Niyat qilinadi. Niyat, qaranglar, bu uzoq muddatli va aniq sanasi va rejasi yo'q orzudir. Uni aniq sanasi, rejasi ham yo'q. Niyat qilasiz, bo'ldi. Bu niyat. Endi maqsad nima? Niyatdan keyin keyingi qadam bu maqsad. Maqsad aniq sonlar va rejaga ega bo'lish kerak. Keling, bugun kichik maqsad sizlar bilan birga qo'yamiz. Mana shu darsdan foydalanib. Demak, maqsadimiz, keling. 3 oy davomida arab tilida harflarni qo'shib o'qishni, yozishni, 10 ta dialogdagi gaplarni arabchada gapirishni va 15 ta maqol yodlashni o'rganaman. Va men bu narsani bugun nechinchi chizlo? 30-mi? 30-chi 3 oyda qilaylik. Sentyabr, yo'q. Avgustmi? Avgust, sentyabr, oktyabr. Demak, 30-oktyabrda mana shu narsalarni o'rgan bo'lgan bo'lasiz. Demak, 30-oktyabrda o'qish yozishni
15 ta maqolni o'rgan bo'lgan bo'lasiz. Va bizda nima bo'ldi? Aniq sana paydo bo'ldi va nima qilish kerakligimiz va aniq yo'limiz, manzilimiz paydo bo'ldi. Mana shu maqsad sari endi olg'a qadam tashlaymiz. Demak, maqsad qo'yishdagi asosiy qoida nima ekan? Agar niyat katta va o'lchamsiz bo'lsa, aniq qilinishi kerak bo'lgan vaqti, soni va amalga oshirish mumkin bo'lgan real holat bo'lishi kerak ekan. Masalan, 3 oyda o'rgana olasiz. 3 oyda lekin sharillatib o'qiydigan bo'la olmaysiz. Birinchi qadamni bajarasiz. Shuning uchun real olish kerak hamma narsani. Xo'p, ketdik. Endi keling sizlarga dekompozitsiya nima? Shu haqida gaplashamiz. Qani chatga yozinglar. Dekompozitsiya nima? Kim nima deb tushunadi? Ham svet sal ko'zimga tushayotganga o'xshayapti mana. Ko'zim og'riyotganga o'xshaydi. Psixodiagnostika deblar dekompozitsiyani. Qani yana nima? Mana o'zlarini nimalarini yozyaptilar, maqsadlarini. Ajoyib yozinglar. Chatga yozsanglar ham zo'r bo'ladi. Qani dekompozitsiya nima? Bir auditoriyadan so'raylikchi. Bilmadim debdilar. Aha. Hop. Qani bironta javob bormi? To'g'ri javob bormi? Harakatlanish debdilar, jamlanish. Bilmaymiz. Mana dars o'tyapman-ku, qizlarga shu dars bo'ladi. Mana shu darsi birinchi qismi, eng kerakli qismi. Buni sizga hech kim bunaqa tushuntirmaydi. Arab tili dars YouTube'da ko'p-ku. Hozir bu yerda avval miyamiz to'g'rilab olaylik, keyin har qanday bilimni ola olasiz. Buni darsdek qaranglar. Ketdik bo'lmasam, dekompozitsiyani tushuntiraman. Qaranglar, diqqat bilan eshitinglar. Diqqatimizni darsga qaratamiz. Dekompozitsiya bu tog'dek katta narsani, demak, katta maqsadni birma-bir qadamlarga aylantirish. Demak, katta narsani kichik qismlarga bo'lasiz. Masalan, tarvuzni bo'lgandek, olmani, apelsinni bo'lgandek kichik qismlarga bo'lamiz. Demak, qarang, bizda maqsadimiz bor edi. O'sha maqsadimiz endi kichik bo'laklarga bo'lishimiz kerak. Yana sizga qanaqa tushuntirishim mumkin? Masalan, Toshkentdan Xorazmgacha bo'lgan masofa 12 soatdan oshiq 1100 kilometrni tashkil qiladi. Lekin birdaniga bu Xorazmga 12 soatdan oshiq yurish ko'zimizga juda ham katta ko'rinadi. Yarim sutka yurish, lekin biz uni qadamlarga bo'lib olsak, birinchi Jizzaxga boramiz, keyin Samarqandga boramiz, keyin Buxoroga va Xorazmga keyin yetib boramiz. Jizzaxda Jizzax somsasini yeymiz, Samarqandda Samarqand oshini yeymiz, Buxoroda shashlik yeymiz, tushib, ovqatlanib, qornimizni to'yg'azib, shunda 5 ta qadam bo'lgan hal 3 soat bo'lyaptimi? Shunaqa bo'lib, Xorazmgacha agar yetib borsak, bizga 12 soat vaqt bilinmaydi azizlar. Mana shu dekompozitsiya. Yaxshilab eshitib olinglar. Keyin uydagilarga aytib berasizlar. Dekompozitsiya degani shunaqa ekan deb. Demak, dekompozitsiya bu tog'dek katta maqsadni birma-bir qadamlarga aylantirish usuli. Keling, endi xuddi shu narsani biz hozir 3 oyga qo'ydik-ku, arab tilini o'rganishni maqsad qilib. Shuni sizlar bilan birgalikda hozir dekompozitsiya qilamiz. Tayyormisiz? Ketdik. Demak, maqsadimiz nima bo'ldi? 3 oyda arabchada o'qiyman, yozaman, gapira olaman. Shuni maqsad qilib qo'ydik. Endi buni biroz katta va biroz qo'rqinchli tuyulishi mumkin. Keling, buni bo'lib chiqamiz endi. Oylarga bo'lsak, birinchi oyda 3 oyimizni qanday qilamiz? Birinchi oyda harflarni to'liq o'rganamiz va mana shu harflar ishtirokida 150 ta so'zni masalan o'rganamiz. Ikkinchi oyda o'qish qoidalarini, belgilarini, so'zlarni qo'shib o'qish qoidalarini, shamsiy qamariy harflarni o'rganamiz. Va 3-oyda amaliyot bo'ladi va kundalik mavzuda gaplashib o'rganamiz. Mana sizlarga 3 oyga bo'lib berdim hozir. Va endi 3 oyni 1 oyga bo'ldikmi? Endi 1 oyni keling haftalarga bo'lamiz. Birinchi haftada mana 1 oyda agar bo'ladigan bo'lsak, har haftada 5 tadan harf o'rganamiz. Har haftada 5 tadan harf o'rganamiz. Bu 5 kun harf o'rgandingiz degan. Demak, uni o'qishi, tarjimasi, talaffuz mashqlarini bajarasiz. Buni 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi haftalarda bajarashingiz mumkin. Bu 5 hafta deylik. Undan keyin demak, raqamlar, ligatura, cho'zg'unlik mavzusini o'tamiz, o'qish belgilari, qoidalarni o'tamiz va 8-9-haftada
shamsiy qamariy harflar, al artikli, hamza shu kabi mavzular o'tiladi. 10-11 haftada tanashuv va salomlashuv va keyin amaliyot bilan imtihon va sertifikat uchun ballar olasiz. Mana siz qarabsizki 3 oyda arab tili boshlang'ich arab tili kursini bitirib oldingiz. Demak, dekompozitsiyani endi keling bir kunga bo'lamiz. Har haftaga bo'ldik-ku. Har kuni agar siz 30 daqiqa dars qilsangiz, menga ishonasizmi, arab tili uchun bu yetadi. Bundan oshig'i kerak emas. 30 daqiqa. Shundan 10 minutini demak yozishga sarflaysiz. 15 minutini o'qishga sarflaysiz. 25 daqiqa bo'ldimi? 5 minutini gapirishga sarflaysiz. O'sha tilingizni keltirishga. 15 minut o'qish degani siz bemalol 10 marta, 20 marta o'qishga ulgurasiz azizlar. Mana shunda bir kunda yarim soat vaqt ajrating va dekompozitsiya usulida bemalol o'rgansangiz bo'ladi arab tilini. Nima uchun bu foydali? Qo'rqmasdan boshlaysiz, chunki maqsadingiz endi u darajada katta tog'dek emasdi, kichkina. Kundalik rejangiz bo'ladi, har kuni qiladigan ishingiz bo'ladi. Nima qilishingizni bilasiz. Va yutug'ingizni har kuni sezib borasiz. Bugun shu harfni o'rgandim, ertaga shu harfni o'rgandim, bir haftada mana shu 5 ta harfni o'rgandim. Har bosqichda sizda natija bo'ladi. Mana endi azizlar, hozir sizlar bilan nima qildik? Keling bir rezyume qilib olaylik. Biz hozir miyamizdagi eng asosiy 4 ta muammoni yechib oldik. Demak, keraksiz fikrlarimizdan xalos bo'ldik. Yoshimiz katta, xotiram chatoq, vaqtim yo'q, ustimdan kulishadi degan 4 ta narsaga javob oldik. Oldikmi? Xo'p, niyatimizni to'g'riladik. Niyatni qo'yishda maqsadni ikkalasini farqini bilib oldik. Maqsad qo'yishni o'rgandik va o'sha maqsadimizni bo'laklarga bo'lib chiqdik. Birinchi oyga bo'ldik, keyin haftaga bo'ldik, keyin har kunga bo'ldik. Bu yaxshi ishlamayapti-da shu kursor. Yaxshi emas-da, har safar endi вообще tepagacha ketib qoldi. Tepaga ketib qoldimi? Men tushunmay qoldim. Shu yerdamiz, bo'ldi mana. Xo'p, mana. 3 oyda qanday qilib o'qish, yozish va so'zlashish mumkin, azizlar? Aslida yaxshi metodika bilan so'zlarni bir-biriga ulab o'qishni, to'g'ri yozishni, o'qishni, 150 tada so'zning tarjimasini, 10 ta maqol va so'zlashuv iboralarini mana shu 3 oyda bemalol o'rganish mumkin. Bemalol o'rganish mumkin. Men sizlarga buni o'zim ishonch bilan aytaman. Lekin buning uchun nima qilish kerak? Bilasizlarmi, arab tilini o'rganishni endi boshlayotganlar 3 ta toifaga bo'linadi va siz hozir e'tibor berib, mana savollarimga javob bering. Kim qaysi toifaga kiradi? Birinchi toifa umuman bilmaydi. Yoki esdan chiqqan. Qachondir yoshligida o'rgangan, hozir esdan chiqib ketgan. Ikkinchi toifa bu harflarni biladi, lekin o'qiy olmaydi yoki xato bilan o'qiydi. Va uchinchi toifa o'qiy oladi, yoza olmaydi va tushunmaydi. Qani kim qaysi toifaga kiradi? Yozinglar. Qiynavordi. Qiynavordi bu yerdan beri. Qani yozamiz? Kim qaysi toifaga kiradi? Uchinchi, ikkinchi toifa, birinchi toifa, xato bilan. Qaylar? Mana endi oramizda demak har xil toifadagi bilim darajadagi o'quvchilar bor ekan. Endi keling bitta narsaga kelishib olamiz azizlar. Bilasizlarmi, har qanday toifa inson, mana darsga kirdingizmi, eski bilimlaringizni o'chirib olasiz. Shu darsga kirdingizmi, demak sizga arab tilini o'rganish muhim. Eski bilimlarimizni o'chirib, yangi bilimga, to'g'ri bilimlar olishga ochiq bo'lishimiz kerak. Men buni bilaman deyishingiz kerak emas. Qiziqarli deb o'rganishingiz kerak. Shu yerdamisiz, demak arab tili sizga qiziq. To'g'rimi? Demak shunaqa deb qabul qilasiz. Bugungi darsimdan shunda ko'p manfaat olasiz azizlar. Kelishdikmi? Va mana endi hozir birinchi sovg'amiz vaqti ekan.
birinchi sovg'amiz vaqti ekan va bu sovg'a mana bu. Iroda Rahmonova bilan suhbat nonushtasi 2 kishiga olsangiz 2 kishiga o'ynaymizmi? Buning uchun nonushta so'zini kommentariyaga yozinglar. Nonushta. Kommentariyaga yozamiz. Nonushta so'zini. Tezlashamiz, aktiv bo'lamiz. Hali o'rganadigan narsalarimiz juda ham ko'p. O'rganadigan narsalarimiz juda ham ko'p azizlar. Yozyapsizlar. Aha, tezlashamiz. Mana ko'rsatib turibman sovrinni. Nonushta. Ketdik, tezlashamiz. Izohlarda nonushta so'zini yozib qoldiring va men ko'zimni yumib tanlab olaman. Aktiv bo'lamiz. Sovg'ani yutish imkoniyati sizda azizlar. Mana pastdagi rasmda o'shanaqangi nonushtamizdan bir lavha. Xo'p, ketdik, mana tanlayman. Surayyo Usmonova. Skrin qilib olasizlarmi? Hali nima bo'ldi-ku? Demak, Surayyo Usmonova. Tabriklaymiz Surayyo Usmonova. Siz nonushta qilish imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Siz tabriklaymiz va yana bir ishtirokchini topamiz. Ikkinchi ishtirokchimiz qani mana qaramasdan chatlarni u yoq bu yoqqa suryapman va Nilufar Abdukarimova. Skrin bo'ldimi? Aha, demak ikkita o'quvchimiz. Birinchisi kim edi ismlari? Surayyo Usmonova, ikkinchisi Nilufar Abdukarimova. Shu ikkala ishtirokchimizni tabriklaymiz. Men bilan suhbat nonushtasiga ega bo'ldilar. Tabriklaymiz ikkita ishtirokchimizni va azizlar davom etamiz. Endi keling, men sizga hozir mana shu arab alifbosi, alif harfi, ro harfi, harakatlar mavzusini o'sha doskada sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Tayyormisizlar? Tayyorlanib, daftarlaringlarni olib olinglar. Yaxshi kayfiyat bilan aktiv bo'lib darsda qatnashamiz. Ozgina yaqinlashtirasizmi? Bo'ladi. Sal qiyshroq yozilib ketibdi harflar. Xo'p, mana ukaska bormidi kecha kuni, yo'qmidi? Xo'p, azizlar, arab alifbosi. Bu yerda vaqt ketmasligi uchun men harflarni yozib qo'ydim. Keling, endi bu harflarni birga o'qib chiqamiz, Demak, siz o'zingiz ovozingizni chiqarib, chiroyli qilib takrorlaysiz va keyin asosiy ma'lumotlarni alifboga doir bu yoqqa qarang mana hozir. Asosiy ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. O'zbek tili bilan farqini ko'rib chiqamiz. Shu yerdamisiz? Nimani avvaliy kommentariylarni. Xo'p, ketdik. Demak, aytaman, orqamdan takrorlaysizlar. Alif, ba, ta, fa, chuchuk, jim, ha, xo, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, bod, to, vo, ayn, g'oyn, fa, qof, kaf, lam, mim, nun,
ha, wow, ya. Mana shu azizlar 28 ta harf. Demak, keling bu harflarni endi o'zbek tili bilan alifboni farqini ko'rib chiqsak. O'zingizni tilingiz, ona tilingiz bilan taqqoslab o'rganilganda til juda ham oson o'rganiladi. Nima bilan taqqoslashni bilasiz. Xo'p, ketdik. Demak, bu 28 ta harf. Arab harflari nima bo'lar ekan? O'ngdan chapga qarab yozilar ekan. Bu eng katta farq. Menimcha hammanglar buni bilasizlar. Keyingisi, demak, katta va kichik harf tushunchasi yo'q. Masalan, bizda Toshkent, shahar, O'zbekiston nomlari, ismlar, atoqli ismlar hammasi katta harfda yoziladi. Lekin arab tilida bu narsa yo'q. Keyingisi, arab alifbosida bu yerda unli harflar yo'q. O'zbek tilida 6 ta unli bor, to'g'rimi? Arab tilida alifbosida bu unli harflar yo'q. Keyingisi, arab tilida bo'g'in ko'chirilmaydi. Masalan, bizda maktab so'zi birinchi qatorga keyin tabni ko'chira olasiz, lekin arab tilida bu narsani iloji yo'q. Va keyingi farqi, demak, harflar jarangsizlashmaydi. Bizda masalan maktab o'sha so'zni olaman, yana p qilib aytamiz, kitob p deymiz. Bularda kitobi deb bni bildirib aytiladi. Shuning uchun b o'shanaqa qolqola harf hisoblanadi, tebratib aytiladi. Nima uchun? Jarangini bildirish uchun. Xo'p, yana bir farqi, demak, bo'g'in ko'chirilmasligi, katta farqlardan biri 2 va 4 ko'rinishli harflar bor. Bu nima degani? Demak, so'z boshida, so'z o'rtasida, alohida formasida, demak, harflar har xil o'zini tutadi. 2 ko'rinishli va 4 ko'rinishli harflar bor va 2 ko'rinishli harflar bular: dal, zal, ro, za va vav harf. 2, 3, 4, 6-chimiz qani? Va alif harf. Alifimiz qolib ketibdi. Demak, mana shu 6 ta harf 2 ko'rinishli harf bo'ladi. O'zidan oldingi harfga qo'shiladi, o'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi. Va alifbo haqida sizlarga yana bir ma'lumot bermoqchiman. Harflar yozilishi bo'yicha. Yozish aslida qiyin emas va nima uchunligini sizlarga ko'rsataman. Qaranglar mana. Ba, ta, sa harflari bir xil formada yozilgan, faqat nuqtasi bilan farq qiladi. Demak, mana shu formani bilib olsangiz bo'ldi. 3 ta harfni yozishni o'rgandingiz degan. Va qarang, jim, ha, ho harflar. Bu ham xuddi shunaqa. Faqat jimda bu yoqda nuqta, bu yerda yo'q, bu yerda tepasida nuqta. Ko'rinishi bir xil. Xo'p, keyingisi dal, zal bitta nuqtasi bilan farq qilyapti. Roza bitta nuqtasi bilan farq qilyapti. Sin, shin mana faqat nuqtasi bilan farq qilyapti. Sod, dod ham xuddi shunaqa. Nuqta bilan farq qilyapti. To, zoda ham nuqta bilan farq qilyapti. Ayn, g'oyn ham xuddi shunaqa. Fa, qof o'xshashib ketadi. Qof faqat dumaloqroq, lekin o'xshash. Va kaf, lam ham o'xshashib ketadi va mana bu harflargina boshqacha ko'rinishda turibdi. Shuning uchun ham arab harflarini yozish aslida qiyin emas, azizlar. Xo'p, mavzu tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, hozir biz sizlar bilan alif harfini o'rganamiz. Kommentariyada yozamiz. Hali ham nonushta deb yozyapsizlar ekan. Nonushta tugadi. Zo'r, ketdik-a, bo'lmasam endi hozir alif harfini o'rganamiz. Ungacha harflarni takrorlab turinglar. Nima o'rgandingiz? Agar skrin qilib olgan bo'lsangiz, o'z skriningizni takrorlab turing. Boshqa narsaga chalg'imanglar. Dars paytida boshqa narsaga chalg'ish mumkin emas. Xo'p. Demak, endi mana alif harfi. Alif harfini o'rganamiz. Demak, yolg'iz o'zi o'qilmaydi. Demak, nima bilandir birga kelish kerak. O'zi hech qanaqa tovush bermaydi.
tovush bermaydi hech qanaqa va ikki ko'rinishli harf. Mana yozilishi qaranglar, tepadan pastga qarab yozasiz. Ikkita katakka to'lishi kerak. Mana agar ikkita katak deydigan bo'lsak, mana ikkita katakka to'ladi. Tepadan pastga strelka bilan yozamiz. Va ikki ko'rinishli harf dedik. Keling, buni bundoq qilib sizga ko'rsataman. Tushunarliroq bo'lishi uchun. Alohida ko'rinishi so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Bu alohida ko'rinish. Demak, alohida ko'rinish xuddi shunday tepadan pastga ikki katakka yozasiz. So'z boshida ham xuddi shunday bo'ladi. Ikki katakka to'liq qilib yozasiz, tikka tushirasiz. Endi so'z o'rtasida, demak, so'z o'rtasimi undan oldin harf kelyapti ekanda, bundoq qilib tepaga qarab chiqamiz. Endi bu yerda mana bunaqa strelka bo'ladi. Va ikki katakka yozamiz va so'z oxirida ham xuddi shunday. Tushunarli bo'lyaptimi? Yaxshi ko'rinyaptimi sizlarga? Kommentariyga yozinglar. Ekran yaxshi ko'rinyaptimi? Sam qorong'iga o'xshayapti lekin. Ekran ko'rinyaptimi? Yozib boringlar. Kommentariylar zo'r, aktivsizlar. Demak, alifni o'rgandik, azizlar. Endi keling, bu alifni qanday o'qiymiz? Agar o'qilmasa buni bizga nima foydasi bor degan savol bo'ladi-da. Qanaqa qilib o'qiymiz degan narsani sizlar bilan hozir o'rganamiz. Qarang. Alifni yozamiz. Alifni yozdik. Tepasiga ham bunaqa chiziqcha qo'yaman. Mana shu chiziqcha bizga a tovushini beradi. A tovushini beradi. Va bu narsa fatha deb ataladi. Fatha deb ataladi. Demak, tayoqcha alifimiz ustiga mana bu qiya chiziqni qo'ysak, bu bizga a tovushini berar ekan. Mana shu belgi a tovushini beradi. Va bu narsa fatha deb ataladi. Va bu narsani biz nima deb o'qiymiz? A deb o'qiymiz. Endi alif yozdik, ko'ryapti ekranda. Tagiga qo'ydik. Xuddi shunaqa, faqat tagiga qo'yildi. Buni biz azizlar i deb o'qiymiz. I deb o'qiymiz va bu narsa mana shu pastiga yozilgan belgi kasra deb nomlanadi. Kasra. Ko'rdik-a? Endi bu yerga yozing. Alif yana yozdim. Tepasiga 9 ga o'xshagan belgi qo'ydim. Bu 9 ga o'xshagan belgi unlisini beradi. Va bu domma deb ataladi. Domma. Buni biz u deb o'qiymiz. Tushunarli bo'ldimi? Demak, mana shu alif ustiga tepasiga tayoqcha qo'ysak, qiya tayoqcha qo'ysak, buni a deb o'qiymiz va nomi fatha. Pastiga tayoqcha qo'ysak, i deb o'qiymiz va buni nomi kasra. Va ustiga 9 ga o'xshash belgi qo'ysak, u deb o'qiymiz va bu domma harakatlari ekan. Tushunarli bo'ldimi? Demak, mana satr tepasida chiziq bo'lsa, bu a bo'ladi. Satr tagida bo'lsa, bu i bo'ladi. Mana satr tepasida mana bu belgi bo'lsa, satr ham harfda, bu u deb o'qiladi. A, I, U. A, I, U. Tushunarli bo'ldimi? Mana bu konditsioner sal naqsi bo'larmikin? Urar ekan sovuq. Tushunarli bo'ldimi, azizlar? Doska ko'rindimi? Ha, tushunarli bo'ldi, zo'r. Zo'r. Davom etamiz endi. Bo'ldi, o'rgandik. Skrin qilib olsanglar bo'ladi buni. Skrin qilib olinglar va davom etamiz. Bilim olishga yana tayyormisizlar? Davom etamizmi? Charchamadingmi? Charchagan bo'lsanglar o'tmayman. Yozinglar.
Xo'p, endi mana sizlar bilan ketdik. Zo'r. Charchamabsizlar, zerikmabsizlar. Ketdik. Bunaqa qiziq qilib tursanglar, bemalol dars o'taveramiz. Xo'p, endi sizlar bilan hozir ro harfini o'rganamiz. Ro harf. Ro harfi mana shunday bo'ladi mana. Agar buni satr deydigan bo'lsak, mana satr. Shunday yozasiz. Mana ro harf. Ha? Endi keling sizlar bilan nima o'rganganimizni bir takrorlab olaylik. Alifni o'rgandik. Ha? Fathani o'rgandik. Tepasiga yozib qo'y. Bundoq qilib. Kasrani o'rgandik va dommani o'rgandik. Alifni o'rgandik. Fatha, kasra, domma. Alif. Mayli, hozir sizlarga yangi bilim bo'lgani uchun qayta yozib qo'yapman. Kasra, domma. Endi hozir sizlar bilan ro'ni o'rganamiz. Ro harfini o'rganamiz. Ro harfi o'zbek tilidagi r ga o'xshab talaffuz qilinadi. Bu yerda sifatlarida, mahrajida ozgina farqi bor, lekin hozir yangi ilm, harf o'rganayotgan odamga bu narsalar ozgina chuqurlik qiladi. O'sha uchun faqat shu o'zbek tiliga r ga o'xshash deb ketaman bo'ldi. Keyin keyingi darslar davomida uni chuqurroq o'rganiladi. Demak, birinchi narsasi bu demak o'zbek tilidagi o'zbekcha r ga o'xshash deymiz. O'xshash bir xil emas. Shunisiga e'tibor beringlar, o'xshash. Va keyingisi ikkinchi fakt bu ikki ko'rinishli harf. Demak, bu alohida ko'rinishi va o'zidan oldingi so'zga qo'shilganda mana bunaqa holatda bo'ladi. Ikki ko'rinishli harf. Endi keling mana shu ro'ni hozir ozgina sizlar bilan mashq qilamiz. Demak, r harfi fatha qo'ydim. Qanday o'qiymiz buni? Ra deb o'qiymizmi? Yo'q, azizim. Shu yerda ozgina bir boshqacharoq narsa bor. Demak, ro harfiga fatha qo'yilsa, bu ra emas, ro deb o'qiladi. Ro deb o'qiladi. Rohim degan so'z bor-a? Rahim emas, rohim. Ro, demak ra emas, ro. Endi ro harfiga kasra qo'ysak, ri deb o'qiladi. Ri emas, ri. Ri deb o'qiymiz. Va ro harfiga domma qo'ysak, nima deb o'qiymiz? Ru deb o'qiymiz. Mana hozirgi o'rgangan harakatlarimizni endi ro harfiga qo'shdik. Ro, ri, ru. Takrorlaylar. Ro, ri, ru. Endi hozir yana bir narsa sizlar bilan o'rganamiz. Inshaalloh bu sizlarga murakkablik qilmaydi. Bu sukun degan narsa. Sukun nima? Sukun tinch bo'lish degan ma'noni anglatadi. Biz o'zbek tilida ham sokin degan so'z ishlatamiz-ku, tinch, sokin. Aynan mana shu so'z o'zagidan olingan. Demak, mana bu satr bo'lsa, satr ustiga qo'yiladigan mana bunday dumaloq belgi nimani anglatadi? Harf ustida harakat yo'qligini anglatadi. Bu nima degani? Keling ko'rib chiqamiz. Alif, fatha nima bo'ldi? A bo'ldi. Ro qo'ydim. Hozir o'rgangan harfimiz va tepasiga sukunni qo'yib qo'ydim. Va biz bu bo'g'inni ar deb o'qiymiz. Sukun mana harakat yo'q, bu yerda to'xta degan. Ar. Alif, kasra, i bo'ldimi? Ro, sukun. Buni nima deb o'qiymiz? Pastiga yozing. Ir deb o'qiymiz. Alif, kasra, ro, sukun. Ir.
Xo'p, endi alif domma u bo'ldi. Ro sukun. Va biz bu bo'g'inni ur deb o'qiymiz. Tushunarli bo'ldimi? Keling bir takrorlab olamiz. Demak, bu alif o'zi harakat o'zi bir o'qiy olmaymiz buni. So'z boshida keladi alifboning birinchi harfi. Bu fatha a tovushini beradi, bu kasra i tovushini beradi, bu domma u tovushini beradi. Demak, unlilar bizda arab tilida harakatlar bilan ifodalanar ekan. Endi ro harfini o'rgandik. Ro harfi ham ikki ko'rinishli harf, o'zidan oldingi harfga qo'shiladi, lekin qarang, bundoq qilib qo'shib yoza olmaysiz, bu xato hisoblanadi. O'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi. Va biz sukunni o'rgandik. Harakatsiz harf ustiga qo'llanadigan mana shunday dumaloq belgi sukun deyilar ekan. Endi keling, nima o'rganganlarimizni o'qib chiqamiz. Demak, buni o'qiymiz. Ro fatha ro, ro kasra ri, ro domma ru. Endi alifni qo'shamiz. Alif fatha a, ro sukun ar. Alif kasra i, ro sukun ir. Alif domma u, ro sukun ur deb o'qiymiz. Marhamat, skrin qilib olishinglar mumkin. Va eslatib o'taman, aynan mana shu darslarning to'liq video formati bugun darsimizda oxirigacha o'qitirgan o'quvchilarga bonus sifatida beriladi. Siz mana shuni ko'rganingizdan keyin skrin qilib oldinglar. Mana shularni ko'rganingizdan keyin bu darslarni sizga tushunish juda ham oson bo'ladi. Shunaqa azizlar. Endi tayyorlaning, ozgina sizlarni hozir imtihon qilaman. Bugungi o'rganganimiz bo'yicha. Qani ketdik, tayyormizmi? Men yozaman, o'qiysizlar. Qani, nimalar deb yozdim? O'qib, yozib yuboringlar kommentariyga. Zo'r aktiv bo'lamiz. Yozinglar. Zo'r. Dars tushunarli bo'ldimi, azizlar? Yoqdimi? Demak, alif, ro harakatlar va sukun mavzularini hozirlarga tushuntirib berdim doskada. Yoqdimi mavzu? Tushunarli bo'ldimi? Endi esa darsimizni, demak, davom ettiramiz. Savollar. Asosiy so'zlar bo'lsa bo'ladi. Xo'p, azizlar, tushunarli bo'ldimi? Doskadagilarni o'qiy oldinglarmi? Kimga bugungi hozirgi ma'lumotlar butunlay yangilik bo'ldi? Umuman eshitmagandingiz, bu haqida bir katta dunyo ochildi siz uchun. Kim eslab oldi eski ma'lumotlarni? Kim bilardi-ku, lekin qanaqadir yangilik oldi? Kommentariyada yozinglar. Va hozir yana darsimizni davom ettiramiz.
juda zo'r bo'lyapti deb yozibdilar Mavluda Yo'ldasheva, 66 yosh ekanlar. Sukun hamma joyda keladi. Endi ro harfini o'tganimiz uchun o'sha ikkala harf misolida ko'rsatdim. Sukun doim bor so'zlarda. Bilardim, yangilik oldim, bizga yangilik debdilar, esladim debdilar. Bo'ldi, zo'r. Yangilik bo'ldi. Mana shunaqa. Demak, sizlarga manfaatli bo'lganidan juda ham xursandman. Xo'p, azizlar, endi sizlarga yana bir yoqimli syurprizimiz bor. Va bu syurpriz sovg'a vaqtimiz bor edi ekan. Suhbatimiz bor birinchi. Xo'p. Harflardan keyin bu oldinmidi? O'tkazamiz. Hozir bitta qaysi sovg'a qoladi shunda? Kitob oxiriga qoladi. Xo'p, azizlar, hozir demak bir ikkita ajoyib narsa sizlarni kutmoqda. Birinchisini o'tkazamiz va keyingisiga o'tamiz. Keyin o'quvchimiz bilan suhbat bo'ladi. Undan oldin keling. Avval o'quvchi bilan suhbat qilib keyin o'ynaylikmi? Bo'ldi. Demak, hozir sovg'a vaqti. Xo'p, azizlar. Azizlar, sovg'a vaqti. Atilmiz onlayn maktabi kursiga 1 million so'mlik voucher yutib olishingiz mumkin. Demak, kurs so'zini yozinglar. Kommentariyga kim kurs so'zini yozadi, ular ichidan men tanlab olaman. Plus ketibdi. Kitob. Kurs ketdik. Kurs. Tezlashamiz. Tezlashamiz, azizlar. Xo'p, ketdik, tanlaymiz. Mana qarayotganim yo'q. Sarvar Murodov. Demak, 1 million so'mlik voucher egasi Sarvar Murodov. Tabriklaymiz. Demak, boshlang'ich arab tili kursiga 50% chegirmani biz Sarvar Murodovga taqdim qilamiz. Tepaga chiqib ketib qolyaptimi? Xo'p, azizlar, endi o'quvchimizni tabriklaymiz. Hozir sizlarga bir o'quvchimizni taklif qilishdan oldin bu vebinarimizga bizni kurslarimizni o'qigan o'quvchimizni taklif qildik. Chunki bu o'quvchilar ham sizlar kabi mana shunday vebinarlarda qatnashgan, sizlar kabi ularda ham fikrida ming xil narsa bo'lgan. O'sha xotiram, vaqtim yo'q, o'sha narsalar bo'lgan va o'sha fikrlarni yengib darsimizga qo'shilib natija olgan insonlarni chaqirdikki, sizlar o'zinglar o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz uchun. Hozir mana shu o'quvchilarimizni taklif qilishdan oldin sizlarga demak eslatib o'tmoqchiman. Dars oxirigacha o'tirganlarga hozirgi doskada o'tirilgan darslarning to'liq shakli beriladi va arab hikmatli iboralar video darsligi ham beriladi. Faqat sharti oxirigacha biz bilan birga bo'lishingiz kerak. Xo'p, o'quvchimizni taklif qilamiz. Marhamat. Yaxshi keldingizmi, Nazoxon? Zo'rmisiz? Marhamat. Qanday o'tiramiz? Bu tarafgami?
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Nasib yaxshi keldingizmi? Rahmat. Salomatmisiz? Tashrif buyurganingizdan, vaqt ajratib kelganingizdan juda ham xursandmiz. O'ylaymanki, bugungi siz bilan suhbatimiz o'quvchilarimizga juda ham manfaatli bo'ladi. Nima berishyapti? Rahmat. Qanaqa? Bo'ldi, taqildi. Bo'ldimi? Taqdimmi? Keling, taqib qo'ying. Nima bu? Bo'ldi. Aha. Yaxshi keldingizmi? O'zingizni avvalo tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Kameraga. Hurmatli mana shu attelmizga bo'lajak o'quvchilar. Men Umarova Dilnozaman. Toshkentdanman. 59 yoshdaman. 58 yoshda pensiyaga chiqdim. Bungacha oliy ta'limda ishlaganman. Ya'ni universitetda va ilmiy tadqiqot institutida. Mana shu pensiyaga chiqish davrimda aynan Instagramda Irodaxon Rahmonovani At-Tilmiz haqidagi kurslari uchrab qoldi va shunda shu paytgacha lekin o'sha baribir xayolimda bor edi, arab tilini qaniydi o'rgansam degan, lekin qo'rquvam ham bo'lgan, chunki qanchalik qo'limdan kelarkin, tilim kelisharmikin, vaqtim bo'larmikin degan bir qo'rquvlarni hammasi, lekin mana shu sinov kursiga yozilib, aynan bu 2004-yilda sentyabrida bo'lgan ekan. 2024. 2024-yili sentyabrida bo'lgan voqea ekan. Aynan o'sha yerda sinov haftasidan o'tdim va shu sinov haftasidan keyin boshlang'ich ta'limga, ya'ni qarasam shunchalik qiziqdim va shunchalik menga bir o'ziga yarasha bir motivatsiya berdilar Irodaxon. Haqiqatdan ham siz menga shunda shunaqangi bir turtki bo'ldi. 7 yoshdan 70 yoshgacha ham aynan ilm o'rganish mumkinligini va ishonchi o'zimga bir qanaqadir tarbiyala oladimmi? Shuni ham aytishim kerakki, mana hozir o'sha boshlang'ich ta'limda o'qiganimdagi daftarlarimni, uy vazifalarimni olib keldim. Bularni mana yozuvlaringiz chiroyli. Keyin mana bu yerda alohida boshlang'ich ta'limni o'tganimizda slovarlari, mana bu o'sha arab tilidagi so'zlarning o'qilishlari bilan hammasiga alohida lug'at tutdim. Ha, demak, so'zlarga alohida tutdim. Va shu boshlang'ich o'zida biz 150 dan ortiq yangi arab tilidagi so'zlarni o'rgangan edik. Undan tashqari yana 10 dan ortiq maqollarni ham o'rgangan edik. Demak, shu xatni bunga ham, unga ham daftarga yozgansiz. Mashq daftarida ham yozardim. Va o'zimda mustaqil narsa beramiz, azizlar, boshlang'ich arab tili kursida. Demak, bundan tashqari bu kitobimiz va undan tashqari bunga ham yozgansiz. Unda ham yozganman. Qo'limni aynan shu arab tiliga keltirish uchun. Chunki hozir aytganimdek, ancha yoshim katta, qanchalik men kirilchaga yozishga, lotin alifbosiga o'rganganman. Arab tili hattoki yozilishida ham o'ndan chapga yozilishi, bularning hammasi aynan mana shu menga o'ziga yarasha bir sinovdaka bo'ldi. Lekin sinov haftasini o'zi qanaqadir menda ishonch tug'dirgani uchun keyinchalik boshlang'ich ta'limda o'qidim, boshlang'ich arab tilida bu yerda Irodaxon va menga Diyoraxon kuratorlik qilishdi. Undan keyin mana shu boshlang'ich arab tili ta'limini o'tganimda oxiridagi hozir sizlarga aytganlaridek testlardan o'tdik. Testlarni topshiriqlarni topshirganimizdan keyin umumiy yig'gan ballim 98 ball bo'ldi. Mani 100dan 98. 98 bo'ldi. 98 baland ball olibsiz. Lekin bu ham baribir ham nimaga 100 emas ekan degan o'zimga savol berdim-da. Demak. Bu yerda qanaqadir o'ziga yarasha sog'lom raqobat ham bo'ldi. Kursdoshlarim orasida, masalan, mana Mashrabxon opa bilan bitta kursda o'qidik. 13-patok, 1-gruppa bo'ldik. Va shu yerda ularda 100 bo'ldi. Nimaga menda 98 o'zim ustida ishlashim kerak ekan dedi. Va keyinchalik mana lekin 98 ballam menga o'ziga yarasha bir stimul bo'lishdan tashqari
bu yerda bonus berildi va keyingi tushunib o'qiyman kursiga men biroz chegirma bilan, chunki 250 umumiy ballarim ekan, shular bilan ya'ni testdan o'tdim, uy vazifalarini qildim, odzivlarda video roliklar qilib topshirdim. Bularni hammasi shuni aytishim kerakki, onlayn o'qish juda ham qulay ekan. Shuning uchun mana o'qimoqchi bo'lgan odamlarga aynan shuni tavsiya qilaman. Uydagi ishlaringizdan xoli bo'lgan paytda darslaringizni qilib olasiz. Bu yerda misol uchun bomdoddan keyin uyqungiz o'chib ketdimi, darsingizni qilib olasiz. Shunda miyangizga ham yaxshi kiradi va keyin kuratorga shularni topshirib qo'yganingizda, to'g'risini aytsam, balkim Diyoraxon qizim tengidirlar, lekin ularni barakalla Dilnoz opa juda chiroyli yozibsiz desalar, kun bo'yi kayfiyatim ko'tarilib yuradi ko'rsangiz. Men aytaman, qanday yaxshi, mana meni ham shundan tashqari uyda ham nevaralarim ham, buvijon nima qilyapsiz? Daftaringiz muncha chiroyli, muncha akkuratniy deyishni boshlashdi. Bu ham qanaqadir bir stimul berar ekan va ularga ham o'rnak bo'lar ekansiz. O'tirib bekorchi bo'lib o'tirmasdan, ya'ni o'z ustingizda ishlar ekansiz. Va keyin hozir aytganimdek shu 98 balldan keyin ma'lum bir chegirma, menga bonus berildi. Qanaqa qilib bunaqadan keyin поощрение bo'lganida rahbarlantirish bo'lib turgan joyda o'qimaysiz. Keyin tushunib o'qiyman, kursida ham o'qidim. Bu yerdagi mana maqtalganim uchun ham daftarlarimni olib keldim, mana ko'rsatmoqchiman. Bu yerda ham mana ishtiyoq bilan shu darslarimni qildim. Bu daftarda uy vazifalari ham ichida, mana bu yerda dialoglarni o'tdik. Kameraga mundoq qilsangiz, yozuvlaringiz ko'rsin, qanaqa chiroyli yozilgan, terib yozgan ekanlar. Kirganingizda yozishni bilarmidingiz? Yo'q. Umuman bilmasdim. Men umuman arab tilidan xabarim yo'q edi, to'g'risi. Yozishni ham, o'qishni ham bilmasdim. Mana shuning uchun ham mana boshlang'ich arab tili kitobimizdagi mashq daftaridan tashqari mana alfabetlarni hammasini ko'chirib yozdim. Endi hammaga ma'lum-ku, tayyor husnixat daftarlari ham bor arab tilida. Lekin u yerda tayyor tochkalarni ustida, punktlarni ustida обводить qilasiz. Bu yerda o'zingiz mustaqil yozasiz va o'zimga yoqib, o'zim ham qanaqadir xursand bo'lgunimcha yozdim. Natijasidan demak kundan kun xursand bo'laverasiz. Shunaqa. Keyin mana tushunib o'qiymanda dialoglar, mavzular o'tishni boshlaganimiz, bu yerda oxirida Mushugim degan ajoyib she'rlarni o'qiganimiz, yodlaganimiz va arab tilini ma'lum bir jihatdan boshqa tillarga, misol uchun ingliz tiliga ham o'xshab ketadigan tomonlari borligini o'zim uchun kashf qildim. Arab tilida murskoy, женский rod borligini, o'ziga yarasha o'ta artikllari borligini, bularni hammasi qayerdadir nimalarnidir rus tilidaga o'xshab ketadigan bir gruppa so'zlar bor ekan. Bularni hammasi men uchun o'sha yoshda bir qanaqadir yangilik bo'ldi, ochilish bo'ldi, lekin o'rtoqlarim bilan yoki o'zimni tanish qarindoshlar bilan uchrashganda ham bir nimalarni shu bilganlarimdan ularga ham o'rtoqlashib turdim va ular ham farzandim, nabiralarim qanaqadir menga bir hurmat bilan, faxr bilan qarayotgani juda ham katta bir stimul ham berdi. Endi shuni ham aytishim kerakki, mana qanchalik o'qiy olarkimiz degan bir qo'rquv bor odamlarga vaqt topasiz. Mana shu Irodaxonni onlayn kurslarida o'qiganimdan keyin o'tgan maqollarimizdan man jadda vajada degan maqol, ya'ni izlagan imkon topar. Haqiqatdan ham imkon topiladi. Faqatgina izlanishingiz kerak. O'z ustingizda ishlashingiz kerak. Bu uchun esa hamma sharoit imkoniyatlarni yaratib berilgan. Mana o'sha Get kursda bitta moduldan ikkinchisiga o'tguningizcha uy vazifalarini hammasini qilganingizda sizga xuddi sovg'adek keyingi modul ochilib turadi. Get kursda o'zida siz kechasi-yu kunduzi unga kirib ura olasiz. O'qituvchini bezovta qilib, "Men buni tushunmadim" emas, balki Get kursdagi modulga kirib, darsingizni yoqib, uxlagingiz kelmay qolgan taqdirda ham yoshingiz katta bo'lgan sari uyqungiz kamayar ekan, shunda Get kursiga yana kirib, yana qaytarib, ketidan qaytarib, hech kimni bezovta ham qilmaysiz. Va shuning uchun onlayn ortiqcha kartgadir chiqmaysiz ham, nabiralaringiz ham yoningizda yuraveradi. O'qib ham o'shani o'zlashtirasiz. Va shunda men shunchalik xursand bo'ldimki, o'sha paytda internetda siz menga uchrab qolganingizdan, o'sha sinov kursiga qani deb bir harakat qilib kirib ko'rganimdan va shu bilan birgalikda keyinchalik ham mana birga bo'lib,
aynan mana shu at-tilimizni ijobiy tomonlari shundaki, bu yerda ahil jamoa. Juda ahil va muomala madaniyatiga juda e'tibor beriladigan. Buni har doim mana ko'rganimizda ham aytaman, chunki bu yerda qiyinchilik bo'lsa yoki mana bu tilim kelishmayapti, mana bu harfni talaffuz qila olmayman degan taqdiringizda ham yo'q, Dilnoza opa, chiqadi sizda ishonch bilan aytilgani. Hech qisi yo'q. Bugun bo'lmasa ertaga qaytaring. Yo'q, juda yaxshi deb qanaqadir rag'bat berilganini o'zi menimcha o'qishda juda katta ijobiy tomonlari bor. Shuni ham aytishim kerakki, mana Irodaxonga siz tuzgan jamoa ahillik, muomala madaniyati, o'ziga yarasha juda ham yaxshi tanlangan metodika asosida faoliyat yuritadi. Chunki bu yerda oddiydan murakkab tomon boriladi. Birdaniga murakkab berib qiyin qilib qo'yilmagan. Har bir narsa hali aytilgandek modullar bilan siz o'zingizni charxlab, o'zingizni ancha ustingizda ishlab borasiz va oxiriga qanaqa qilib o'sha boshlang'ichda masalan 9-modulga qanaqa qilib yetib kelib qolganimizni, ularni qanaqa sinovlardan o'tayotganlarimizni, bularni hammasi stimul. Va haligi aytilgandek, o'z ustingizda ishlasangiz, o'sha skleroz, Alzgeymerlar, bekorchi paytdagi har xil depressiya, stresslar ham hammasi sizdan nari turar ekan. O'shaning uchun aynan mana shu kursda o'qishga, mana shu faoliyatingizga har doim minnatdorchilik bildiraman. O'quvchilaringiz yana ham ko'p bo'lsin. Mendagi hammasi har doim minnatdor bo'lib yursin sizdan. Shunaqa o'ziga yarasha bir kursi bo'lganiga har doim baraka, muvaffaqiyat va xayrli bo'lishini tilab qolaman. O'qishga kiringlar. Mendagi keyingi o'zingizlardan keyingilarga bir ko'rsatib, mendagi mana qanchalik hozir xursand bo'ldim, yana daftarlarimni, savarlarim ko'rsatib. O'quvchilarimizdan xohlagan biri mana shu Dilnoza opa o'rnida keyingi vebinarlarimizda o'tirishi mumkin. Qachondir siz ham shunaqa ko'rib o'tirgansiz, havas qilib. O'sha internetda ko'rib yoki mana sertifikatlar berayotganlaringizda qatnashib, bularning hammasi juda ham to'g'ri va siz uchun bir foydali tomoni. Agar siz mana shu internetda shunga chiqdingizmi yoki hozir qatnashyapsizmi, bu sizga katta bir mukofot ekanligini tan olish kerak va shuni o'ziga yarasha qabul qilishni bilish kerak. Shunaqa savol beraman-da endi sizga hozir. At-tilimizdagi kurslar narxi qanchalik o'ziga arziydi? Qimmat emasmi? Yo'q, men bo'lib to'ladim. To'g'risini ayta qolay, bittada to'lamadim. Sinov kursiga boshida o'sha 99 da hozir qanchalik tez anaqa qilganda o'sha kuniyoq o'tkazib yuborganman. Keyin o'qiganimdan keyin qarasam, bemalol, oila byudjetingizdan katta bir zarar ko'rmaysiz-da. Bo'lib 3 ga bo'lib ham imkoniyat. Men hozir aytdim, administratsiya ham hammasi shunaqa muomalaliki, mayli deb sizga sharoit ham yaratadi. Agar qanaqadir juda ham arziydi. Pul bilan endi solishtirish noo'rin, chunki bilim o'yilgan bir toshga o'yilgan naqshdek. Vaqti kelganida siz oddiygina o'sha muqaddas kitobda yoki o'qiyotgan duolaringizdagi so'zlarni, mohiyatini bilganingizni o'zida qaddingiz bir ko'tarilib, o'zingizdan bir faxrlanasiz. Oddiygina Ixlos surasidagi bir ma'lum bir so'zlarni, mohiyatini, mag'zini chaqib aytganimdan keyin to'g'risi ko'zimga yosh kelgan edi. Mana bu ekandek ma'nosi. Oddiygina yoki bir olmoshlarni, kelishiklarni o'tganimizda inna so'zini o'zi qanchalik bir ma'no berishini ko'rganimda, mana hozir ham gapiryapman, itlarim jo'rlashyapti. Ma'nosini o'zingiz yetib borasiz va har bir musulmon farzandini o'sha umraga, hajri amallarini bajarish orzulariga bir qadam bosayotganingizni, oddiygina bir turist bo'lib emas, haqiqatdan o'sha amallarni tushunib, mohiyatiga yetib qiladigan odam sifatida borishingizga menimcha bu juda katta stimul bo'ladi. Hozir mana bizni necha mingtalab odamlar kuzatyapti. Asosiy ayollar nima degan bo'larsiz? Jasorat topa olmayotgan ayollarga. O'zingizga ishoning. Ruscha so'zu samootsenkangizni yuqoriroq qo'ying-da, sizni qo'lingizdan ham keladi. O'sha yozish ham, o'qish ham, yodlash ham hammasi qo'lingizdan keladi. Rahmat Dilnoza opa, tashrifingiz uchun. Inshaalloh siz bu motivatsiyangiz bilan turtki bo'lasiz o'quvchilarimizga. Rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi video ko'rishinglar yana. Rahmat.
Mana azizlar, suhbatimizni guvohi bo'ldinglar. Sizlar kabi o'quvchimiz qachondir 1 yil oldin shu yerda demak kuzatib o'tirgan vebinarlarimizni va kursga yozilgan shu kabi vebinarimizni tomosha qilib va hozirgi mana natijasini sizlar bilan bo'lishdi. Juda ham xursand bo'lib. Xo'p, shunaqa azizlar, demak davom etamiz. Xo'p, mana boya aytib o'tganimdek 5 yildan beri onlayn faoliyat yuritaman. Instagramda doim bepul foydali darslar beraman, vebinarlar bepul o'tkazaman. Mana bir necha yildan beri mana shunday vebinarlar, ochiq darslar o'tkazib kelyapman va men sizlarga kursimning taqdimotini qilib beraman. Meni bilan birga bo'lishingizga, shuncha bergan bilimlarim, shuncha yillik tajribam menimcha birga o'tirishingizga arziydi. Nima deysizlar? Xo'p, haqiqiy arab tili va muqaddas kitobni sevuvchilar uchun boshlang'ich arab tili kursining taqdimotini boshlaymiz. Ura, ketdik. Demak, start 21-avgust, boshlang'ich arab tili 11-avgust, boshlang'ich arab tili onlayn kursi. Bu 3 oylik kurs. Endi diqqat bilan eshitib o'tiramiz, butun diqqatimiz bilan. Ketdik. Atilimiz haqida, mana shu maktabim haqida qisqa ma'lumot bermoqchiman. 5 yillik tajribaga ega maktab, 4 ta mualliflik davomiy kurslarda o'qish imkoniyatingiz bor. Bizda boshlang'ich grammatika, ravon o'qish, talaffuz va oliy ma'lumotli kuratorlarimiz bor. Menga yordam berishadi. Hammasi mening shogirdlarim. Va bizda eng muhim narsa har bitta o'quvchini qo'llab-quvvatlash bor. Mana o'quvchimiz aytgandek, doimgi etaplarda biz o'quvchilarga motivatsiya berib boramiz va bu inson uchun ishoning juda muhim. Onlayn kurslar uchun maxsus metodika, yoshi katta, ya'ni institutni tugatgan o'quvchilarimiz uchun maxsus metodika. 2000 dan oshiq bitiruvchilar natijali bitirishdi. Bular bizning faxrimiz, mana shunday Dilnoza opa kabi o'quvchilarimiz va hozir 20 dan ortiq mutaxassislar jamoamizda faoliyat yuritishmoqda. Bular oliy ma'lumotli ustozalar, texnik xodimlar, spetsialistlar, bular hammasi demak bizni sizlarga sifatli ta'lim berishimizga yordam beradi. Bu bizning sahifamiz. YouTube'da 90 mingdan oshiq nimalarimiz bor, obunachilarimiz Iroda Rahmonova sahifasida va Atilmiz sahifalarida darslarimiz ketyapti. Demak, onlayn ta'lim foydalarini hozir sizlarga bir qator sanab beraman. O'qishga borish uchun yo'l kira ketmaydi, vaqt ketmaydi. Ixtiyoriy vaqtda ta'lim olish 24 ga yetdi. Xohlagan makonda ta'lim olish, xohlang uyda, xohlang yo'lda, xohlang jamoat transportida qulay onlayn platforma, o'sha alohida joyda dars bo'ladi. Har bir o'quvchi uchun shaxsiy kabinet bor va video darslarni takroran, xohlang 50 marta, 100 marta ko'rish, eshitish imkoniyatingiz bor va asosiy ishdan bo'linmagan holda til o'rganasiz azizlar. Xo'p, ketdik. Siz orzu qilayotgan natijaga oson erishgan o'quvchilarim fikrlarini mana shu kanalda arab tili Nijniy probel fikrlar kanalida ko'rishingiz mumkin. Hozir emas, saqlab qo'ying. Mana bu QR orqali ko'rasiz va barcha fikrlarni, o'quvchilarimiz fikrlarini ko'rishingiz mumkin. Ular siz kabi kirishgan va natija olgan o'quvchilarimiz. Demak, ketdik. Kimlar uchun azizlar? Kitob so'zini yozishdan to'xtaymiz, bo'ldi. Kitob berib bo'ldik. Kitob oxirida beramiz ya'ni. Hozir kitobni yozmang. Hozir dars eshitinglar. Hozir dars eshitamiz. Kelishdikmi? Demak, kimlar uchun? Arab tili, boshlang'ich arab tili kursi taqdimoti. Kitob so'zini yozishni to'xtatamiz. Men o'zi aytaman qachon qilish kerakligini, qachon yozish kerakligini. Tushundingmi? Dars eshitamiz. Kelishdikmi? Keyinroq boradi-da gaplarim. Haligacha yozishyapti-da. Hamma kitob bilan yozishmoqda. Taqdimotni boshladik. Kitob so'zini yozishdan to'xtaymiz. Bo'ldi. Demak, boshlang'ich arab tili kursi kimlar uchun? 0 dan o'rganishni boshlaganlar uchun
noldan o'rganishni istaganlar uchun, ilgari o'qigan ammo davom ettira olmaganlar uchun, avval o'rgangan lekin esdan chiqqanlar uchun, arab o'qishni bilgan lekin yozishni bilmagan o'quvchilarimiz uchun, mustaqil o'rganganlar uchun, harfni adashtiradigan o'quvchilarimiz uchun va arab tilini pedagog bo'lmagan ustozdan o'rganganlar uchun. Ishoning, bu juda muhim. Kurs asosan kimlar uchun qulay? Ishlaydiganlar uchun qulay, farzand tarbiyasi bilan bandlar uchun qulay, ko'p sayohat qiladiganlar uchun qulay, o'quv markaziga qatnay olmaydiganlar uchun, vaqti tig'iz insonlar uchun va 15 yoshdan 75 yoshgacha shu toifadagi o'quvchilarimizga to'g'ri keladi. Va yana aytmoqchimanki, o'tgangi patogimizda 12 yosh o'quvchimiz ham juda yaxshi natija bilan o'qidilar. Demak, 15 yosh emas, 12 yoshdan deb bemalol aytsak bo'ladi. Kimlar uchun foydali? Farzandlariga, arab tilini o'rgatmoqchi bo'lganlarga, arab davlatlariga safar qilmoqchi bo'lganlarga, shaxsiy rivojlanishni xohlaganlar uchun, muqaddas kitobni originalda tushunib o'qimoqchi bo'lganlar uchun, qalbida sakinat topishni istaganlar uchun, stress holatda yurgan insonlarga, atrofdagilarga foydali bo'lishni xohlaganlarga. Bu kurs sizga nima natija beradi? Bu kurs oxirida siz arab alifbosi harflarini o'rganasiz, harflarni to'g'ri yozishni o'rganasiz, to'g'ri o'qishni o'rganasiz, 150 dan ortiq arabcha so'zlarni o'rganasiz, kundalik hayotda ishlatiladigan so'zlashuv iboralarni o'rganasiz va 10 ta arabcha maqolni o'rganib olasiz. Ketdik. Boshlang'ich arab tili kursi haqida demak 3 oy davom etadi. 9 ta modul bor, 60 ta kompleks video darslik bor. 60 ta kompleks degani 60 tani ichida yana 150 ta video darslik bor. Xo'p, kurs joylashuvi onlayn platforma, maxsus platforma GetKursda bo'ladi, Telegram kanalida emas. Va bu kurs onlayn ta'lim uchun yaratilgan maxsus o'quv platforma, mana shu GetKursda bo'lib o'tadi. Bu 24/7 ko'rish imkoniyati va siz uchun alohida bu onlayn joy. Telegramga kirsangiz boshqa sahifalarga kirib ketishingiz mumkin. Platformada darslar, ya'ni modul qismlarga bo'lingan. Mana 9 ta qism dedim, 9 ta modul darslari bo'ladi. Har bir modul mukammal tuzilgan. Bu yerda faqat bitta harf haqida ma'lumot emas. Bitta to'liq video darslik, uy vazifasi, husnixat, audio mashqlar, talaffuz mashqlari. Bundan tashqari har bitta harfning ta'rifi, o'sha maxraj sifatlari va test to'plamlari mavjud. Har bitta modulda shuncha narsadan beriladi. Ketdik. Modulda mana video dars rasmda berilgan 10 minutgacha video darsliklar va men bu yerda hozir ro harfini tushuntirib beryapman va yonida ro harfining qanday mahraji, sifati, qanday talaffuz qilishlari keltirilgan va berilgan so'zlarni audioda ham o'qib beriladi. Husnixat daftaringizdagi so'zlarni va siz uni qayta eshitib to'g'ri o'qishni o'rganasiz va husnixat taqdim etiladi. Mana shu demak boshlang'ich arab tili kitobimiz. Mana qarang, bu yerda harf, maxraj sifati, maxrajdan chiqishi, mashqlar, mana shu mashqlar audioda ham beriladi va bu tagida husnixati. Mana shu narsalarni to'ldirasiz. Bu kitob, mana shu kitob boshlang'ich arab tili kitobidir. Shu kitobdan foydalanamiz azizlar. Xo'p, ketdik. Va o'rganayotgan so'zlaringizni ko'r-ko'rona nimaligini bilmasdan o'qimaysizda, ularni ma'nosini o'rganasiz. Masalan, samakun baliq degani, farosun ot, maslakun yo'l. Maslak so'zi biz o'zbek tilida ham bor. Maskanun turar joy, maskan deymiz. Xullas kalom, bu so'zlarni ma'nosi bilan o'rganganingizda boshqacha bir arab tili dunyosi ochiladi sizning oldingizda va har bitta harfga test to'plami bor. Har bitta harfga mana qarang. Mim harfida 19 ta savol, nun harfida 21 ta savol. Har bitta so'zga test qilganmiz va test qilish juda ham zo'r. Xo'p, ketdik. 28 ta harfni 1 va 5 modulda 28 ta harfni o'qish va yozishni o'rganasiz. 150 ta arabcha so'z tarjimasini o'rganasiz va har bir harf sifat mahraji beriladi. 6 ta arabcha maqol o'rganamiz. So'zlar tarjimasini aytdim va mana shu kabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kabi maqollar o'rgatiladi. 6-modulda 1 dan 10 gacha sanashni o'rganasizlar. Arabcha yozuvlari bilan. Va undan keyin ligatura ma'no temasi o'tiladi. Ligatura nima degani? O'sha masjid peshtoqlarida yozilgan yozuvlar borki, bir-biriga mingashtirib juda chiroyli kalligrafiyada yoziladi. O'shalar bo'yicha
qisqa lo'nda darsimiz bor. Demak, 7-modulda cho'ziq o'nlilar, tashdid, tanvin, mana shu mavzular o'tiladi. Undan keyin 8-modulda qamariy, shamsiy harflar o'tiladi, aniqlik artikli, hamza o'tiladi va 10-modulda sizlar bilan mana shu so'zlashuv iboralarni o'rganamiz. Hozir men so'zlashuv iboralarni o'tib bermoqchi edim. Men ertaga o'tib beraman inshaalloh. Bugungi mavzu ko'payib ketmasin dedim, o'zim doskada o'tib bermoqchi edim. Demak, so'zlashuv ertagalikka qoldi azizlar. Xo'p, boshlang'ich arab tili kursida darslar qanday olib boriladi? Demak, oliy ma'lumotli shaxsiy kurator siz bilan birga haftada 6 kun individual aloqada bo'ladi. Mana video darslik sizga ochildi, siz uni ko'rdingiz, o'rgandingiz va shaxsiy kurator, har bitta o'quvchiga shaxsiy kurator bu. Siz bilan individual gaplashadi, uy vazifalaringizni topshirasiz, tekshirib, sizni xatolaringiz ustida kurator bilan birga ishlaysiz. Va haftada bir marta jonli dars o'tiladi. Guruh sardorlari bilan yana bir marta qo'shimcha dars o'tiladi. Bir haftada bir marta to'liq hamma darslar sizga topshiriladi. Bemalol o'zingiz vaqtingizni to'g'ri taqsimlab dars qilib borasiz. Va mana bu bizni kuratorlarimiz Saboha, Zebiniso, Diyora, Sevinch, Madina, Nafisa, Farangiz, shu kabi kuratorlarimiz bor. Bular hammasi oliy ma'lumotli mening shogirdlarim hisoblanishadi. Har biringiz bilan kimlar ishlaydi? Men o'zim sizlar bilan birga ishlayman. Mana shu jarayonda har bitta nuqtangizni kuzatib boraman. Kurator ishlaydi, uy vazifalaringizni tekshiradi, xatolaringizni aytuvchi oliy ma'lumotli ustozlar, administratorlar, texnik xodim bo'ladi. Albatta o'sha platformaga kirishingiz qanday kiriladi, pochta orqali ishlanadi, bunda elektron pochta orqali, shularni hammasini sizga tushuntirib beradi. O'quv bo'limi bo'yicha ham menejer ishlaydi. Savollaringizga javob beradi azizlar. Kurs afzalliklari, demak 3 oylik kurs aniq reja asosida olib boriladi. Qachon boshlanadi, qachon tugaydi, qachon sertifikat olasiz, qachon imtihon topshirasiz, qachon qiroat darsini topshirasiz, qachon test topshirasiz, hammasini sanasi vaqtigacha aniq. Siz hech kimdan hech narsani bila olmay o'tirmaysiz. Aniq yozilgan narsa bo'ladi. Metodika, demak, mana o'quvchimiz aytgandek, osondan murakkabga. Demak, eng oson narsa sekin murakkabga ketdingiz. O'quvchi bezillab qolmaydi dars qilishdan. 29 yillik bilimlarim asosida mana shu kursni tuzganman va mana shu butun bilimlarimni shu kursga kirgizganman. Darslar platformada o'zingizni xuddi o'quv dargohida o'tirgandek his qilasiz. Hamma narsa bir joyda va tartibli. Va bizda eng muhimi va bizni boshqa kurslardan farqli tarafimiz kuchli nazorat. Bu nima degani? Har bitta o'quvchi yuborgan audiosiga, husnixatiga, audio husnixat va diktantiga, Zoom darsda qatnashganiga ball oladi va mana shu ballari bilan haftaning eng chiroyli yozadigan o'quvchisi, haftaning eng zo'r qiroat sohibi, eng aktiv o'quvchisi deb nominatsiyalar tuzganmiz va bular nominatsiyada butun maktab oldida chiroyli bularni biz e'tirof etamiz va ishoning, bu juda ham zo'r emotsiya beradi insonga. Inson mazza qilib xuddi yoshlikda 1-sinfga qaytgandek maktabda o'qiydi. Bizda 99% kurslarda yo'q narsa bor. Demak, biz o'quvchilarni emas, biriktirilgan kuratorlarni ham kuchli ball tizim orqali nazorat qilamiz. Butun maktabimiz bizda tizimlashgan o'rtoqlar. Tizimlashgan degan narsa bu juda murakkab, lekin buni singdirganingizdan keyin ishingiz muvaffaqiyatga uchraydigan narsa. Shu narsani biz singdirganmiz. Xo'p, ketdik. Xo'p, Telegramda chatda bir hafta bir test o'yin bo'ladi. Bu juda ham ajoyib. Butun guruh yig'ilib, aktiv bo'lib test musobaqasini o'ynaysizlar. Har bir inson o'zi yuragidan yosh bola hisoblanadi. Kichik boladek xursand bo'lib, adrenalinga to'lib o'ynaysiz. Har bir o'quvchining demak shaxsiy kuratori mana bu yerda chat keltirilgan. Xuddi shunday demak nima qilasiz? Muloqot qilasiz. Jonli Zoom darslari mana ekranda ko'rinib turibdi. Demak, jonli Zoom darslari bo'ladi. O'quvchilarimiz natijasi va oxirida mana shunday sertifikat sohibi bo'lasiz. Ballingiz olinadi. Xo'p, mana bu o'quvchilarimiz natijalari mana shunday sertifikat sohiblari bilan uchrashuvlar o'tkazamiz. Bizda ta'lim olgan barcha o'quvchilar kursda shunday yengillik his qilishadi. Demak, hamma ijobiy energiyaga ega bo'ladi va maktabning har bir a'zosi tomonidan iliqlik va ma'naviy yordamni his qilishadi. Chunki o'quvchi bizga kelganda yordam deb keldida, o'qigani keldi va biz uni qo'lidan ushlab mana shu natijasiga birga
olib boramiz va biz motivatsiya beramiz va bu juda katta narsa o'quvchi uchun. Xo'p, azizlar, oldingizda 3 ta yo'l bor. Bu qanday? Demak, tariflar haqida, narxlar haqida ma'lumot beraman, diqqat qilamiz. Standart tarifi bor bizda. Birinchisi, bunda demak 9 ta modul, hamma darsliklar bo'ladi. Qisqa lo'nda qilib aytganda, hamma narsa beriladi, lekin uy vazifangiz tekshirilmaydi. Muloqot darslari bo'lmaydi. Ikkinchi tarif premium. 9 ta modul, 140 ta video dars, demak hammasi maxsus platformada Zoom darsda kurator bilan jonli dars o'tasiz. Har bir darsga uy vazifa tekshiriladi. Kurator tomonidan sizga individual yondashuv bo'ladi. Guruh sardorlari bilan takrorlash darsi qilasiz. Har bir dars uchun o'zlashtirish testi qilasiz. Sertifikat bilan baholanasiz va ball tizimi orqali kursdan so'ng platformaga 6 oylik ruxsat olasiz. Men bilan, Iroda Rahmonova bilan 4 ta Zoom uchrashuv bo'ladi. Har bir guruhda men bo'laman va sizlarni ham nazorat qilib boraman va joylar soni bu yerda qarang. Qancha qolibdi? 250 tasi bandmi? Demak 50 ta joy qolgan xolos. 50 ta joyimiz bor ekan xolos 300 tadan va biz bundan ko'p ola olmaymiz. Xo'p, va VIP tarifi qarang. Bu yerda mana shu premium tarifidagi hamma narsa bor, faqat bu yerda men bilan muloqotingiz ko'p bo'ladi. Meni nazoratim ko'p bo'ladi. Men bilan Zoom darslaringiz ko'p bo'ladi. Ko'proq men bilan birga muloqotda bo'lasiz. Agar sizga shu kerak bo'lsa, unda VIP tarifiga yozilishingiz mumkin. Mana yozilyapti. Demak, faqat VIPdagilar uchun 6 ta Zoom uchrashuv va faqat VIPdagilar uchun offline nonushta bepul, faqat VIPdagilar uchun men bilan maxsus Telegram guruh. O'quvchining har birini yo'l xaritasini o'zim tuzib beraman. Shunaqa azizlar. Xo'p, ketdik. Hozir demak, keling bir sizni holatingizni ko'rib chiqaylik-da. Maqsadinglaringiz aniq emas, o'zingizga ishonchingiz past. Atrofingizda ilmga intiladigan do'stlar yo'q. Arab tilini yillardan beri boshlayman deysiz, lekin hali ham boshlay olmagansiz. O'rgana olmayman deb qo'rqasiz. O'qish juda qiyin deb o'ylaysiz. Internet orqali o'rgana olmayman deb o'ylayapsiz va boshlab oxirigacha olib bora olmayman deb o'ylayapsiz. Demak, sizda asosiy hozir biz eshitib turgan odamlarda, auditoriyada mana shunday muammolar bor. Kimda shunaqa? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, endi hozir menga mana shunday gumonlarda turgan auditoriyaga menga bir kichik imkon bering. Men sizni hayotingizni yaxshi tarafga o'zgartiraman. Sizdan haqiqiy ilmga qiziqadigan, maqsad sari yuradigan, atrofidagilarga haqiqiy o'rnak, namuna bo'la oladigan qat'iy inson bo'la olishingizga sizni ishontiraman va isbotlayman. Ketdik. Demak, kursdan so'ng qanaqa natija olasiz? Aynan meni mana shu At-Tilmizdagi boshlang'ich arab tili kursdan keyin arab harflarini taniysiz va ularni to'g'ri va chiroyli yoza olasiz. Mana o'quvchimiz ko'rdingiz. Harflarni to'g'ri talaffuz qila olasiz va o'xshash harflarni farqlay olasiz. 2 ta, 3 ta, 4 ta arabcha so'zni bir-biriga ulab o'qiy olasiz. Harflarning chiqish o'rni, maxrajini bilib olasiz. Yakuniy imtihonda qoniqarli topshirsangiz sertifikat sohibi bo'lasiz. Hamfikr do'stlar orttirasiz, o'zingizga ishonchingiz oshadi va sizga havas qilishadi azizlar. Arabcha o'zingizni tanishtira olasiz, va farzandlaringizga, turmush o'rtog'ingizga arab tilini o'rgata olasiz. Xo'p, endi narxlarga keldik. Demak, standart men o'zim tarifi 1.800.000 so'm, bu yerda joylarimiz cheksiz. Premium tarifi narxi demak 3 oy uchun 2.559.000 va